بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah bugünden başlap Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le siyratlarini o'qib o'rganishni boshlaymiz. Mana shu darsimizni boshidan Alloh subhanahu va taolodan avvalo mana shu ishda ixlosni berishligini, ixlosni ato qilishligini so'raymiz. Hamda husni qabul qilishini so'raymizki, agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, amal har qancha katta bo'lmasin, qiyomatda insonni ziyoniga ishlab qoladi. Siz bilan bizga Alloh taolodan sabr tilaymiz, davomiylik tilaymiz. Hamda Nabiy sollallohu alayhi vasallam hayotini o'qib o'rganib, undan ibrat olib, hayotimizga tatbiq qiladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Alloh taoloning bir fazli marhamati bilan o'zidan madad so'ragan holda boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yerga tushirgan kunidan boshlab uni o'zini holicha tashlab qo'ygan yo'q. Dunyoda saodatli hayot kechirishligi hamda o'zini asl vatani bo'lgan jannatga qaytib borishligi uchun qanday ko'rsatma, qanday qo'llanma, yo'llanma kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zini huzuridan buyruqlarni tushirib turdi. Va mana shu payg'ambarlarning silsilasining oxirgisi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga 23 yil mobaynida mukammal shariat Qur'onni nozil qildi. Hajjatul vadoda turgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi oyatlardan shu nozil bo'ldiki, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun diningizni mukammal qildim. Ne'matimni to'liq qildim va islom sizlarga din bo'lishligiga rozi bo'ldim. Mana shu kundan boshlab shariat islomiyamiz mukammal bo'ldi. Qur'onda yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida qanday buyruqlar, ko'rsatmalar bo'lsa, yoki qanday qaytarmalar bo'lsa, bularni musulmon kishi bajarishligi shart bo'ladi. Endi savol, shu ko'rsatmalarni bajarishlikdan maqsad nima? Jannat deymiz, qiyomatda sharmanda bo'lmaslik deymiz. Maqsadlarning maqsadi, g'oyalarning g'oyasi Alloh taoloning diydorini ko'rishlik. Niyatimizni boshdan to'g'ri qo'yaylikki, maqsad jannatga kirish emas. Alloh taoloning diydorini ko'rgandan keyin jannatlilar u jannatdagi ne'matlarni hammasini unutishadi. U ham mahluq jannatdan. Salamun qawlan min robbir rohim. Jannatlilar shunday bir jannatdagi ne'matlarga ko'milib rohatlanib turganida Parvardigorini yuzini ko'radi ular. Allohning yuzini ko'rishlik maqsad. Maqsadimizning eng oxirgisi oliysi shu. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning suhbatida bo'lish hamda Alloh subhanahu va taoloning jamolini ko'rishlik. Mana shu o'ziga qanday e'tibor beramiz? Bu xususda hammaning o'zining fikri bor. O'zini ilmi, dunyo qarashiga qarab turib, hammaning o'zini tutgan yo'lini o'zi to'g'ri deb bilaveradi. Shunday toifalar bor. Bizga Qur'onda o'zi yetadiganlar bor. Kofir bo'ladi. Agar sunnat kerak emas, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotini o'rganishlik shart emas, bizga Qur'on o'zi yetadi degan odam bo'lsa, bu odam kofir bo'ladi. Ochiq aytamiz. Sunnat payg'ambar zamonida kerak bo'lgan, hadis desang, qandan bilasan shu hadisni imonni payg'ambar aytganini deydidan, shu gapi bilan sunnatni inkor qilib turib kofir bo'lib ketadi. Agar Qur'on bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotini o'rganishlikka kirishlikdan avval aytiladigan gaplar juda ko'p. Bu faqat bir o'qib o'rganib qo'yadigan tarix kitobi emas. Siz bilan bizga kunlik hayotimizda kerak bo'ladigan ibrat namuna. Allohning roziligiga yetkazadigan yo'lni qanday topamiz? Qur'on agar Alloh taoloni insoniyatga tushirgan manhaji, yo'llanmasi, kitobi, kalomi bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu kitobni o'zini hayotida amaliy suratda ko'rsatib bergan. Mana ko'p axloqlar haqida eshitganmiz. Musulmon kishi unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak, mana sifatlardan tiyilish kerak. Juda ko'p bilamiz. Endi bir savol tug'iladiki, agar mana shu sifatlarda hammasi bitta odamda jamlansa, qani odam bo'larkin shu odam? Hech kimdan qo'rqmasa, faqat Allohga suyansa, faqirlikdan shikoyat qilmasa, issiq sovuqdan mingillamasa, qo'li ochiq bo'lsa, xotinlarga zo'r muomala qilsa,
bola chaqaga zo'r tarbiya bersa, tijoratda yolg'on gapirmasa, qarab turib qana odam bo'larkan shu odam degan fikr keladi. Bilaylikki, ana shu odam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Hayotda qanaqa o'rni bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mukammal suratda siz bilan bizga namuna bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlik Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Bu ibodat. Bu ibodat. Fama atakumur rasul fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam sizlarga nimani bergan bo'lsa, nimani olib kelgan bo'lsa, uni olinglar. Nimadan qaytargan bo'lsa, qaytinglar. Allohning buyrug'iga labbay deb javob beradigan bo'lsak, payg'ambarimizning buyrug'iga itoat qilishimiz kerak. Ana shu biz aytayotgan sunnatni kerak emas deyotgan yoki Qur'onni o'zimizga kifoya qiladi deyotgan odamlar yaxshilab eshitib qo'ysinki, Alloh taolo ana shu Qur'oni Karimda aytadi: Astagfirullah, qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dunubakum. Ey Muhammad alayhisalom, ayting o'shalarga, ya'ni bizga, boshqalarga, agar sizlar haqiqatan Allohni yaxshi ko'rishlik da'voinglar rost bo'lsa, menga itoat qilinglar deb ayting. Alloh taolo aytayapti, meni yaxshi ko'rsanglar, menga iymon keltirgan bo'lsanglar, Muhammad alayhisalomga ergashinglar deb buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizni buyurdi payg'ambarimizga ergashishlikka. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseera. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan, Allohdan va qiyomatdan umidi bo'lgan hamda Allohni ko'p eslagan kishilar uchun Muhammad alayhisalomning hayotida ibrat namuna bor. Ertalabdan kechgacha radioda, televizorda bizga kumir bo'laman degan odamlarning son-sanog'i ko'payib ketgan. Alloh taolo aytayaptiki, sizlarga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan yagona kishi Muhammad alayhisalom. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday mazmunda hadislar keladi, kim qaysi bir qavmni yaxshi ko'rsa, qiyomatda shular bilan birga bo'ladi. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlik bilan nimaga yetishamiz? Bizga nima bor? Bir odam bir yangi ko'chaga yursa, birov yurmagan yo'lga bir yuradigan bo'lsa, katta uzoq masofaga, qayerda qanaqa bir burilishi bor, qayerda qanday o'ydim chuquri bor, qayerda pasti bor, balati bor bilmaydi. Juda ehtiyot bo'lib, qo'rqib yuradi, baribir bitta chuqurga tushadi. Chunki notanish yo'l. Tez yuradi. Endi hamma yurgan yoki avvaldan yurib tajriba qoldirilgan, hamma bilgan yo'lga yurishi unga osonroq bo'ladi. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qoldirib ketgan yo'lda mahkam ushlab yuradigan bo'lsak, qoqilmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Taraktukum ala mahajjatin baydo, layluha kanahariha." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, men sizlarni deydi, o'zimdan keyin shunday bir yo'lga qo'yib ketyapmanki, bu yo'lni tuni kunidan ko'ra yorug'roq deydi. Ya'ni payg'ambarimiz qoldirib ketgan yo'lda qorong'ulik yo'q. Kundek ravshan, tun bo'lmaydi bu yo'lda. Bu yo'ldan deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, faqat Alloh adashtirganlargina ana shu adashmasligi uchun, payg'ambarimiz mana shunday qoldirib ketgan yo'lda yurishlik uchun u zot sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishimiz kerak bo'ladi. U zotning hayoti biz uchun nima? Biz uchun nima? U zotning hayotini tug'ilib vafot etgunga qadar bo'lgan 63 yillik hayoti, xususan mana shu 23 yillik payg'ambarlik hayoti bizga dars va ibrat. Shijoatli bo'lishlik, noumid bo'lmaslik xususida darslar. Buyuk axloq haqidagi darslar. Haqni himoya qilishlik, haqda mustahkam turishlik haqida darslar. Alloh yo'lida sarf-xarajat ehson qilishlik, kuch sarflashlik haqidagi darslar. Idora xususidagi darslar. Oilani bir idora qilishlik darslari hamda ummatni yuksaltirish uchun bo'lgan kerak bo'ladigan darslar namunalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hammamizga ma'lum mashhur Arab jazirasida, Makka mukarramada Quraysh qabilasida dunyoga keldi. Biz hali tafsilotlarga kirmayapmiz. Biz fazilat haqida gaplashyapmiz hozir. Yetim bo'lib tug'ildi. Tug'ilishi bilan yetim bo'ldi, chunki onasining qornida 2 oy homilador paytida onasi otasi vafot qildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka-ukasi yo'q. O'g'il farzandlari yo'q. O'qishni yozishni bilmaydigan, bir-birini bir og'iz so'z uchun qirib tashlashga tayyor bo'lgan, johil, urug'chilikda, qabilachilikda mahkam ushlagan, qoloq, cho'pon bo'lgan, qoloq bo'lgan xalq o'rtasida dunyoga keldida 23 yil muddat ichida mana sşu qoloq bo'lgan, qo'y hidi kelib turgan, tarqoq bo'lgan bir millatni, bir xalqni
dunyoga ustozlik qiladigan ummat darajasiga ko'tarib chiqdi. Tarixda bunaqa qisqa muddat ichida bunday ummatini yuksaltirgan kishi bo'lgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborilgunga qadar insoniyat tarixi bir boshqacha ko'rinishda edi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelgandan keyin esa tarix boshqatdan yozildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ta'limoti keng tarqadi. Arablar yurishni oldi. Fors va Rumni yengishdi, Fors va Rumni. Yevropa ham musulmonlardan ilmni o'rgandi. Yevropaning uyg'onganiga 600 yil bo'lgan bo'lsa, birodarlar, bu ummatning uyg'onganiga 1400 yil bo'lyapti. Islomiy ta'limot, islom olib kelgan ilm tufayli Yevropa uyg'ondi. Insoniyatni ustiga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limot yangi tushunchalarni olib keldi. Haqiqat, hurriyat, adolat, tenglik, erkak va ayol o'rtasidagi bir tenglik, qulning haqqi, yetimning haqqi, yosh bolalarning haqqi, bularning barchasi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yangi tushunchalar. Tarixda buyuk insonlar ko'p bo'lgan. Lekin bularning buyukligi ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir sohada rivojlangan, o'lganidan keyin 50 yil, 30 yildan keyin ular esdan chiqib ketgan. Ularning insoniyatga ta'siri o'zi yashagan davrda bo'lgan xolos. Iskandar, Arastu, Aflotun, Volter, Napoleon, Shakespeare va hokazolar. Endi bular Shakespeare she'rda ana shu shoirlikda taratdi, dong'ini dunyoga, shu sohada nariga o'tolmadi. Napoleon bir harbiy qo'mondon sifatida ko'zga ko'rindi, o'zini davri o'tdi, shu bilan tarix kitoblarida qog'ozligicha qoldi, hayotga ta'sir etkiza olmadi. Bir filosofiyada, Aflotunlar shu falsafada dunyoga talindida bo'ldi. Boshqa sohada ular bizga ibrat bo'lishlikka yaramadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga ibrat namuna deb aytdik. Biz payg'ambarimizning hayotini o'qir ekanmiz, mana shu yerda necha xil odam o'tirgan bo'lsa, umuman yer yuzida qanday toifada odamlar yashayotgan bo'lmasin, albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bularga ibrat bo'lishiga yaraydi. Payg'ambarimizga Alloh taolo hamma yaxshi sifatlarni jamlab berdi shaxsiyatida. Hatto payg'ambarlarning hammasida yo'q bo'lsa. Masalan, payg'ambarlarning hammasiga biz iymon keltirganmiz. Ularning hammasini o'zimizni payg'ambarimiz deb yaxshi ko'ramiz. Iso alayhisalom olaylik. Bizga mukammal suratda ibrat namuna bo'ladimi? Biz yaxshi ko'ramiz Iso alayhisalomni. Ruhulloh deymiz, alayhissalom deymiz ismi aytilganda. Lekin shu zotning hayotini o'rganadigan bo'lsak, u kishini kim deb taniymiz? Uylanmagan, bo'ydoq, taqvodor, dunyodan behojat, mahkum bo'lgan bir banda. Ota sifatida ibratlikka yaramaydi, chunki ota bo'lmagan. Rahbar sifatida ibrat bo'lishiga yaramaydi, rahbar bo'lmagan. Jamiyatda bir ish yurituvchisi sifatida ibratlana olmaymiz. Chunki u kishi faqatgina boya gap ekanimizdek uylanmagan, dunyodan behojat, taqvoli, xudojo'y, mahkum oddiy odam sifatida bizga ma'lum bo'ladi. Yoki Sulaymon alayhisalom olaylik. Sulaymon alayhisalom bizga qanaqa ibrat bo'ladi? Odil podshoh, shokir boy. Lekin kambag'al sifatida ibratlana olmaymiz. Kambag'al bo'lmagan Sulaymon alayhisalom. Mahkum oddiy fuqaro sifatida ibratlana olmaymiz. Podshoh bo'lgan, podshoh bo'lgan. Och qolgan, qiylangan, zaif holatda bo'lmagan Sulaymon alayhisalom. Demak, bu payg'ambarlarning hammasi bizga hayotda mukammal ibrat bo'lishiga yaramaydi. Ma'lum bir sohaga yaraydi, bo'ldi shu bilan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamchi biz nimani o'qishlikka, nimani o'rganishga kirib ketayotganimizni bilib olaylik. Yer yuzida qanaqa yaxshi axloq bo'lsa, hammasi Muhammad alayhisalomdan bir vaqtda o'zida jamlangan. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa, payg'ambarimizda birortasi ham bo'lgan emas. Shunday odamni taniymizmi? Shunday kishini taniymizmi? U kishini tanishligimiz u kishiga bo'lgan muhabbatimizga sabab bo'ladi. Muhabbatimizga sabab u zotni tanishlik, agar yaxshi ko'rmasak, iymonimiz komil bo'lmaydi. Biz nimani o'qishga kirishayotganimizni qadrini bilaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va walidihi wan nasi ajma'in." Mana hamma o'zini iymonli deb biladi. Mana hozirgi aytilgan hadisga quloq solaylik, o'zimizni o'lchaylik kimligimizni. Sizlardan bittanglarga men otasidan ham, bolasidan ham, jamiki insonlardan, hatto boshqa rivoyatlarda o'zini jonidan ham ko'proq men sevimli bo'lmagunimcha bu odamning iymoni komil bo'lmaydi dedi.
Biz hammamiz o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz otamizni, bolamizni yaxshi ko'ramiz. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni u zot bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olmaymiz? O'ylanib ko'rganmizmi? Tanimaymiz-da. Tanimaymiz u zot. 30 ga kirgan bolani endi kuch-quvvatga to'lib, aql hushi joyiga kelib, pul topadigan bo'lib, hayotda bir tikka turib olgandan keyin bir odam keldi-da, "Bolam, seni haqiqiy otang men bo'laman. Bu odam seni boqib olgan. Qiylangan paytimizda majbur tashlab ketganmiz. Bu odam seni boqib katta qilgan" dedi. Hali boqib katta qilgan deyilgan otasini oldiga borib so'rovdi, haqiqatan tan oldi. "Mana shu odam seni otang tashlab ketgan, biz boqqanmiz" dedi. Bu o'gayligi, bu o'zini otaligi ma'lum bo'ldi. Shu odam meni otam ekan degan ma'lumot kallasiga kirishiga otasiga muhabbatli bo'lib qoladimi? O'zini otasiga? Yo'q. Kimni yaxshi ko'radi? Boqqan otasini-da, tanigan otasini-da, yaxshilik qilgan, parvarish qilgan, kasal bo'lganda qaragan, och qolganda qoni to'yg'izgan, kiyintirgan, yaxshiligini tanigan otasini yaxshi ko'radi o'gay bo'lsa ham. Xuddi shunga o'xshagandek, biz nimaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ra olmayapmiz desak, biz tanimaymiz-da u zotni kimligini. Bizga qanaqa yaxshilik qilib ketganligini, u zotni kimligini biz bilmaymiz-da, shuning uchun yaxshi ko'rmayapmiz. Shuning uchun iymonimiz mukammal bo'lmaydi. Mana shu nuqsonni yo'q qilishlik uchun payg'ambarimiz tarixini o'rganamiz. Mana ikkita payg'ambar hayotini aytdik. Iso alayhisalom va Sulaymon alayhisalom. Endi payg'ambarimizga qaytamiz. Payg'ambarimiz onasining qornida 2 oylik yetim bo'ldi. Tug'ildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka uka yo'q. Opa singil yo'q. Yagona farzand. Bir mamlakatda eng oliy maqom shu davlatda rahbari bo'lishlik bo'lsa, 100-tabaqadasiz, eng pasti shu yetimlik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu yetimlik bilan podshoh bo'lishlikka bo'lgan 100 ta tabaqa bo'lsa, 100 ta etaj bo'lsa, hammasini bosib chiqqan. Payg'ambarimiz yetim bo'lgan, kambag'al bo'lgan, birovning uyida o'tirgan, birovning qo'lida yashagan, cho'ponlik qilgan, savdogarlik qilgan. Qo'yingki, bitta katta bir mamlakat rahbari bo'lgunga qadar qanaqa etap bo'lsa, bizning tilda hammasini bosib o'tgan. Boylar bor oramizda. Tug'ilganda otasi boy bo'lgan, kambag'allikni ko'rmagan, kambag'al bilan muomala qilishni bilmaydi. Tug'ilib otasini ko'rganlar ko'p. Endi otasini tanimasdan yetimligida, kichkinagida o'lib ketgan. Yetim bo'lib o'sganlar bilan muomala qilishni albatta otasi bolalar bilmaydi-da. Uni ko'yni qanaqa yarimtaligini, unga qanaqa gap, og'ir qanaqa gap yengil kelishini bilmaydi-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma bosqichni bosib o'tgan. Opa dadasining qo'lida yetim qoldi. Opa dadasi o'tganda amakisining qo'lida qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetimlikda hamma achchig'ini ko'rdi. Faqir ham bo'ldi, boy ham bo'ldi, rahbar ham bo'ldi, zaif ham bo'ldi, kuchli ham bo'ldi. Qanaqa bosqich bo'lsa, hammasini bosib o'tdi. Biz taniymizmi shu zotni? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishligi bilan faqirlikka sabr qildi. Quvvatga sabr qildi. Hokim bo'ldi, mahkum bo'ldi. Xilma-xil toifa bilan gaplashdi. Yahudlar bilan, nasroniylar bilan, arablar bilan, xilma-xil qabilalar bilan jang qildi. Hatto eng qudratli bo'lgan Fors va Rum bilan urushdi, ularni yengdi. Payg'ambarimiz sahroisi bilan ham, madaniyat ko'rgani bilan ham muomala qildi. Mukammal inson bo'lgan. Payg'ambarimiz bobosi Abdulmuttolibning qo'lida yashar ekan, Abdulmuttolibni Ka'bani oldida solingan bir o'zining o'rindig'i bo'lardi. Bu yerga faqat Abdulmuttolib o'tirardi. Ana shu 4 yashar yoki 5 yashar Muhammad yugurib kelib o'tirib olsa, sallallohu alayhi vasallam, amakilari tur o'rningdan, boboyini joyiga o'tirmagan. Abdulmuttolib chiqsa, hatto o'g'illari ham o'tirmasdan tikka turar edi. Lekin bu nevarasini, bu nabirasini Abdulmuttolib shunday yaxshi ko'radiki, tep qo'ylardi. O'tiraversin derdi. O'tiraversin, bu bolam buyuk odam bo'ladi. Bobosini yonboshida o'tirib payg'ambarimiz bobosi podshohlar bilan qanday muomala qilyapti? Qabila boshliqlari bilan qanday muomala qilyapti? Elchilar bilan, savdogarlar bilan qanday muomala qilyapti? Go'dayligini o'rganib olgan. Shuning uchun payg'ambarimiz mukammal inson deb aytamiz. Yetimga qanaqa muomala qilishni bildi. Podshohga qanday muomala qilishni bildi. Biz taniymizmi u zotni? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy bo'lganida boylarga ibrat bo'ladigan ishni qildi. Bir vodiy qo'y keldi o'ljaga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu kuni hammasini tarqatib tashladi. Boylarga ibrat bo'ldi. Faqir bo'ldi,
Och bo'ldi. Ochligidan qorniga tosh bo'lib yurib bitta odamga shikoyat qilmadiki, faqirlarga ibrat bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuk fotih sifatida ibrat bo'ldi. Makka ahli 13 yil Makkada keyinchalik qilgan dushmanligini, adovatini payg'ambarimiz ularni yengib, qo'lida muzaffar qilishi turgan paytida Makka ahlini hammasini yig'ib turib, endi men sizlarni nima qilaman bilasizlarmi dedi. 13 yil payg'ambarimizga aziyat berishdi. 13 yil sahobalarni qiynagan mushriklarni payg'ambarimiz sizda 10 ming qo'shin bilan keldi, qo'lida qilish turibdi. Intiqom olishga haqli bo'lib turgan joyda, men aytdik, mag'lub bo'lganda sabr qilish oson. G'olib bo'lganda sabr qilish qiyin. Mag'lub bo'lgan odam iloji yo'q, bo'ynini qisib ketaveradi, nima qila oladi boshqa. Endi qo'lida hukm bo'lganda, jazosini berishi mumkin bo'lgan paytdagi kishiga payg'ambarimiz ibrat bo'ldi-da, Axun Karim, ibn Axin Karim deyishganda, antumut tulaqa, ozodsizlar ketaveringlar dedi. Shu bilan payg'ambarimiz ana shu dushman bo'lgan Qurayshni qalbini ulfat qildi o'ziga. Ana birodarlar ibrat. Bizga bunaqa ibrat qayerda bor? Biz taniymizmi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng sifatli mukammal inson edi. Butun ummatni tashvishi yelkasida turib, ikki dunyoda g'am yelkasida turgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'chadan kelganda xotinlariga shirin so'z gapirgani ham topar edi so'zni. Nabiylarni yelkasiga o'tkazib, ot bo'lib yurib berishlikdan toqati bor edi, vaqti bor edi. Bizda bormi shu narsa? Men ishlab keldim, men charchab keldim. Bor. O'z senlarda yuribman ko'chada, uyda ichib amaliy. Odamlar bilan men kurashib yuribman ko'chada. Uyga kirsam nima qilaman? Kurashaman deb turib chiroyli gaplar bilan nani qilamiz bolalarimizni. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday tashvish yelkasida bo'lib turib payg'ambarimiz xotinlarga yaxshi gapirish emas, hatto uy ishlarini idora qilishida payg'ambarimiz yordam berdi. Hatto yamoqlarni o'zi tikkan. Birodarlar, o'ylab ko'ringlar, qachon yamoqni o'zi tikkansiz? Ha desa katta odamsizda. Yamoq tikasizmi siz? Shu yoshga kelib turib, siz payg'ambarimizni qarang, nima ish qilganligini, endi o'zingizni ko'rib ko'ring. Biz taniymizmi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odam bolasi dunyoga kelib vafot etguncha Allohning rizosiga yetishlik uchun qanday namuna, qanday qo'llanmaga muhtoj bo'lsa, hammasini payg'ambarimiz mukammal suratda hayotda qoldirib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto dushmanlarning ko'zida ham buyuk inson edi. Hiraql Rumli podshohi uni yurtiga kelgan Qurayshdan bir to'p savdogarlarni kelganligini xabarini eshitdi-da, menga chaqirib kelinglar dedi. Abu Sufyon ibn Harb Quraysh qabilasidan. Qurayshning eng katta oqsoqoli shu davrda. Payg'ambarimizga eng qattiq bo'lgan dushman Hiraql, men sendan dedi, menga unga nasab jihatdan Muhammadga yaqinroq bo'lgan kishini olib kelinglar menga dedi. Ya'ni Muhammad haqida bilmoqchiman dedi. Eshitdi u sultoni ham. Abu Sufyonni o'tkizdi. Abu Sufyon aytadi, yolg'on gapirib Muhammadni yomon ko'rsatgim keldi deydi. Lekin arablarning sayyidi yolg'onchi ekan degan gapni xohlamadim deydi. Uning ustiga Hiraql Abu Sufyon bilan birga kelganlarni bir qator qilib o'tkizdi. Agar men savol berganimda Abu Sufyon noto'g'ri javob bersa, orqanglar ishora qilib qo'yinglar dedi. Tushunarlimi? Bittasi bunday qildimi, demak qolgani yolg'onchi degan. Mana shu dushmanlarning ko'zidan ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuk edi. Hiraql so'radi. Nasl nasabi qanaqa sizlarni oringlar? Endi bu javob berayotgan kishi hozir biz faqat yaxshi ko'rgan kishilarning gapini gapirgan bo'lsak, eng yomon ko'rgan kishi gapiryapti payg'ambarimiz. Nasl nasabi nihoyatda bir oliy bo'lgan kishidir. Hiraql so'radi. Yolg'on gapiradimi? Abu Sufyon yo'q dedi. Xiyonat qiladimi dedi. Abu Sufyon yo'q dedi. Uning ashablari ko'payib boryaptimi, ozayib boryaptimi? Ko'payib boryapti dedi. Uning dinidan biror kishi qaytdimi dedi. Yo'q dedi. Hiraql nimaga buyuradi sizlarni dedi. Abu Sufyon javob berdi, namozga, rostgo'ylikka, iffatga dedi. Dushmanini payg'ambarimizga berayotgan bahosi. Shunda Hiraql agar bu sifatlarni o'zida jamlagan bitta inson bo'lsa dedi, tez kunlarda mana shu oyog'ini tayda turgan yerga hukmronlik qiladi dedi. Ya'ni bu buyukligini Hiraql bildi, ko'rdi. Biz hali payg'ambarimiz hayotga kirishganimiz yo'q. Biz nimani o'qiyotganligimiz, nimani o'rganishimizni bilib olaylik qadrini. Tarixda buyuk insonlar bor. Har bitta buyuk inson ma'lum bir sohada, ma'lum bir maydonda, ma'lum bir vaqtda buyuk bo'lgan.
Keyin o'chgan buyukligi. Zo'r sportsmen, zo'r doktor, zo'r shoir, zo'r qo'shiqchi va hokazo. Ma'lum bir sohada bo'ldi, tugadi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayoti u zot jang maydonida tinchlikda buyuk kishi edi. Buyuk ota edi. Er sifatida, inson sifatida buyuk edi. Axloqi buyuk edi. Hech qachon payg'ambarimiz o'zini shaxsiyati uchun birovdan imtihon olmagan. Shaxsiyati uchun birovni so'kkan emas, birovni jazolagan emas. Hech qachon ayol kishini urgan emas. Hech qachon xiyonat qilib yolg'on gapirmagan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hattoki payg'ambarimizning axloqini ko'ring, cho'qqilayvergina. Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh payg'ambarimizga juda qattiq dushman bo'lgan. Ichida xiyonatni yashirib turgan bo'lsa ham, kelib payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, men senga iymon keltiraman" deb qo'lini cho'zdi. Payg'ambarimiz uning iymonini qabul qilishni xohlamadi. Sahobalardan bittasini otasini o'ldirgan edi. Ana shu sahobalardan bittasi turibdi, o'sha o'lgan kishini bolasi. Qo'lini cho'zibdi, payg'ambarimiz shunday teskari qaradi. "Ey Muhammad, men senga iymon keltiraman" ikkinchi marta dushmani bilan qilyapti muomalani birodarlar ko'rib qo'yinglar. Ikki marta, uchinchi marta payg'ambarimiz qo'lini ushlab bay'atini qabul qilib chiqib ketgandan keyin achchig'lari kelib aytdiki, "Ichinglarda birorta bir roshid kishi yo'qmi?" dedi. Yuzimni bir necha marta teskari qarab olganimdan, buni payg'ambarimiz iymonini qabul qilishni xohlamayapti. Seni otangni o'ldirgan edi, aqtiqib qasosini olmaysanmi? Tushunmadingmi shuni dedi. Deganda sahoba: "Ya Rasululloh, shu sezmay qolishi ko'z bilanmi ishora qilib qo'yganingizda kifoya qiladi" deganda payg'ambarimiz: "Ma kana li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul ayun." Payg'ambarga hatto ko'z bilan xiyonat qilish mumkin emas dedi. Dushmani bilan qilayotgan muomalada ham payg'ambarimiz to'g'ri ochiq edi. Xiyonatni ko'zi bilan ham qilgan emas. Biz taniymizmi Muso sollallohu alayhi vasallamni? Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lguncha buyuk inson edi. Sodiqul amin edi. Ishonchli, rostgo'y edi. Payg'ambar bo'lgandan keyin kana xuluquhu al-Qur'an. Axloqi Qur'on edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zohidligida, dunyodan behojatligida buyuk edi. Men bilan dunyoda nima ishi bor dedi. Dunyo bilan meni ishim nima ishim bor? Meni deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyoga kirib chiqib ketishligim xuddi issiq kunda bir musofir safarda yurib charchab, daraxt tagiga kelib salqinlab, damini olib, yana safarini davom etgandek, dunyolar bilan meni hech qanaqa ishim yo'q degan. Biz taniymizmi u zotni? Nabiy sollallohu alayhi vasallam buyuk inson edi. Quraysh payg'ambarlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'tarib chiqqanda mash'alani jinni deb ko'rdi, sehrgar deb ko'rdi, majnun deb ko'rib turib, omonatlarni atga qo'yishaveradi. "Ey Muhammad, motoqdisan sen" dedi. Olma bilan turganda payg'ambarimizni har xil laqablar bilan haqoratlab turib, lekin yolg'iz qolganda payg'ambarimizning buyukligini tan olish emasmi? Endi payg'ambarimizni ko'ringki, buyuk insonligini. Hijrat qilib ketadigan kunda omonatlar bor edi payg'ambarimizda. Ha, bizda odam nima qiladi? Ha, bir kuydiraysenlarda. Menga shuncha qiyinchilik bergan, bir ko'rsatay senlarga kuningni kuydiraman demasdan payg'ambarimiz buyukligini ko'ringki, mana shu joyda ham ibrat bo'ldi. Ali roziyallohu anhuga omonatlarni bitta tanishtirdi. Kim falonchilik, falonchilik edi. Payg'ambarimiz hayotda birorta bir payg'ambar bo'lguncha ham, payg'ambar bo'lgandan keyin ham, hatto dushmanlar payg'ambarimizni hayotidan bir nuqson, kamchiligini topa olmaydi. Biz taniymizmi u zotni? Bu ummat yuksalgan. Ana shunday qoloq bo'lgan, past bo'lgan xalq Quraysh, arablar islom bilan yuksaldi. Mana shu hozirgi kundagi islom ummatini yuksalishligini sharti ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'rganib hayotini u zotga iqtido qilishlik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana va alamu anna fikum rasululloh. Ey musulmonlar deyapti Alloh. Bilinglar, ichingizda Allohning rasuli bor deyapti. Bu o'sha paytda sahobalarga aytildi emas. Qiyomatgacha keladigan musulmonlarga aytdi. Payg'ambarimiz vafot etgan hozir. Lekin u kishining sunnati, sirati, tajribalari turibdi oldimizda. Ya'ni shuning sabab yuksalasizlar deydi. 23 yil muddatda payg'ambarimiz mana shunday bir sahroyi bo'lgan qoloqni dunyoga ustozlik darajasiga ko'tardi, yuksaltirdi. Mashhur odamlar bor. Artistlar bor, aktyorlar bor, sportchilar bor va hokazolar bor. Shular bir-biriga nasihat qiladi. Aytadiki, hadab televizorga chiqaverma deydi. Hadab odamlarga aralashverma deydi. Nimaga ketib qoladi? Qadring ketib qoladi deydi. Chunki ularni ma'lum bir sifati bilan tanigan bo'lsa, yaxshi sifati bilan, bu zo'r ovozi zo'r, bu zo'r bir qanday bir sportchi, boshqa tomonlaringni ham ko'rsa, sendan hafsalasi bo'lib ketadi odamlar degandaqa ayblari ko'rinib qoladi.
Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayoti birodarlar 1400 yildan beri o'qilyapti. Hali hech kimga malol kelgan emas, malollanmaydi. Mo'jiza emasmi bu? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga yashagan insonlar nima degan? Masalan, yaxshi deb bilgan odamingiz bilan birga yurgan odam biladi uni kimligini, to'g'rimi? Siz faqat yaxshi tomonini bilasiz. Ahli suhbat bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida bir chekada suhbat bo'lgan, payg'ambarimizni kambag'al, nihoyatda faqir sahobalari shu yerda yashagan. Masjidga sadaqa ihson qilib yashagan. Shular 10 yillab shu masjidda yashagan bo'lsa, payg'ambarimizdan ular mavlolarimiz erishgan emas. Balki ularning ko'zida payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati, u kishini haybati, u kishining buyukligi ziyoda bo'ldi. Payg'ambarimiz Makka fathiga 10 ming kishi bilan keldi. Bir oyga yaqin turdi billah. Bu 10 ming kishi bir oy turar ekan payg'ambarimizga bo'lgan hurmati, haybati yana ziyodalashib bordi. Zergishgani yo'q payg'ambarimizdan. Har qanday inson, har qancha buyuk bo'lmasin, uni kimligini uyidagi xotini biladi. Ko'chada zo'r, o'zini olib yurishi nihoyatda bir yaxshi, taqvoli ko'rinadi va hokazolar. Endi uyida kimligini kim biladi? Xotini biladi. Kishining kimligi xotini bilan, bola chaqasi bilan qilgan muomalasidan bilan deydi hukamolar. Chunki itoatda u majbur, sizni injiligingizni ham ko'taradi, boshqangizni ham ko'taradi. Endi payg'ambarimiz haqida ayollari nima degan? Payg'ambar bo'lib kelar ekan 40 yoshga kirganida Hadicha onamiz bilan 15 yil turmush qildi, payg'ambar bo'lguncha. 25 ga kirganda turmush qildi, 40 ga kirganda payg'ambar bo'ldi. 15 yil birga turmush qilgan ayoli payg'ambarimiz vahiyni olib tushib, meni o'rab qo'yinglar deb turgan paytda Allohga qasam, jonimdan qo'rqib ketdim dedi. Ya'ni o'lib qolarmikin men deb qo'rqib ketdim deganida Hadicha onamiz Allohga qasam, hargiz Alloh sizni xor qilmaydi. Axir siz qarindosh urushingizni zo'r qilasiz. Yetimni boshini silaysiz, qiynalganlarga yordam berasiz. Sizdaqa kishini Alloh xor qilmaydi deb ayoli baho berib turibdi. Oysha onamizdan kelib, Rasulullohning uyidagi axloqi qanday edi desa, kana xuluquhu al-Qur'an yoki Qur'anan yamshi fawqal ard. U zotning axloqi Qur'on edi derdi yoki Qur'on bilan hayotda yer yuzida tirik bo'lib yurardi derdi. Payg'ambarimizning hayotini o'rganar ekanmiz, bizga boshidan oxirigacha ibrat. Bizga ibrat qilib ko'rsatilayotgan odamlar, bizga namuna bo'lishlikka da'vo qilayotgan kishilarda birortasi, qaytarib aytaman, birortasi bizga ibrat bo'lishlikka yaramaydi. Nima uchun? Alloh aytganligi uchun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa. Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomda sizlarga ibrat namunadir. Modomiki biz maqsadimiz jannatga borib, Rasulullohning suhbatida o'tirish hamda Alloh taoloning jamolini ko'rishlik bo'lar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'zimizga imom deb, boshliq deb, ibrat deb bilishimiz kerak bo'ladi. Ergashishimiz uchun u zotni o'rganishimiz kerak hayotda. Ibrat olishimiz kerak. Sholat Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida u kishini shafaat bilan bahramand qilsa. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.